Assalomu alaykum aziz talabalar. Navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimiz mavzusi qishloq xo'jaligiga oid masalalarni yechishda elektron jadvallarning imkoniyatlari deb nomlanadi. Rejada quyidagi savollar berilgan. Birinchi, MS Excel dasturi bilan tanishish va unda ishlash. Ikkinchi, MS Excel ish varag'i bilan ishlash asoslari. Uchinchi, MS Excel dasturida formulalar kiritish. Microsoft Excel dasturi Windows tizimida ishlash uchun yaratilgan. Uni ishga tushirish turli yo'llar bilan amalga oshiriladi. Dastur ishga tushirilgandan keyin rasmda tasvirlangan darcha ochiladi. Ekranda 5 ta maydon mavjud. Ekranning katta qismi egallovchi kitob darchasi, menu qatori, uskunalarning 2 yoki undan ko'p paneli, formulalar qatori, holatlar qatori, ustullar, satrlar va yacheykalardan iborat asosiy ishchi maydon hisoblanadi. Kitob darchasining pastki qismida varaqlarni o'girish yorliqlari, yuqori qismda esa sallofa qatorlari joylashgan. Bundan tashqari darchada aylantirib ko'rish varaqlari va yo'lkalari bor. Yangi kitob dastavval 3 ta alohida varaqni o'z ichiga oladi. Ustullarning sallofalari A dan to I gacha Z ustundan keyin A, B, A, S va hokazo ketadi. Bo'lgan diapazondagi o'lchamlarga kirish mumkin. Shunday qilib, jadvaldagi ustunlarning maksimal miqdori 256 tani tashkil qiladi. Har bir ustunga varaq to'rining chap tarafidan qatorning sallofasi sifatida yoziluvchi butun son belgilanadi. Qatorlarning tartib raqamlari 1 dan 65536 gacha o'zgartirilishi mumkin. Ish varag'i bo'yicha harakatlanishda sezilarli darajada tezlashtirishga tugmachalarning quyidagi jadvalda keltirilgan maxsus kombinatsiyalari natijasida erishish mumkin. Kataklarni ajratish. Bitta katakni ajratish uchun ko'rsatkichni unga o'rnating va sichqonchaning chap tugmasini bosing. Katak atrofida ushbu katak faol ekanligini ko'rsatuvchi ramka paydo bo'ladi. Nomlar maydoniga esa uning manzili chiqariladi. Qatorning yoki ustunning biridan keyin keluvchi bir nechta katagini ajratish uchun sichqonchaning chap tugmachasini bosgan holda bu kataklarning ustidan o'tkazish kerak. Jadvalning turli qismlarida joylashgan bir nechta katakni ajratish uchun sichqoncha bilan ularning bittasini tanlash, keyin Ctrl tugmachasini bosish va uni qo'yib yubormasdan ajratish kerak bo'lgan boshqa kataklarni chertish kerak bo'ladi. Ustun yoki qatorni butunligicha ajratish uchun ustun yoki qatorning sallofasini cherting. Kataklarning to'g'ri burchakli diapazonini ajratish uchun bu diapazonning burchak kataklaridan birini tanlash, Shift tugmasini bosish va uni qo'yib yubormay turib diapazonning diagonal katagini sichqoncha bilan chertish kerak. Sichqoncha yordamida bir guruh diapazonni ajratish uchun Ctrl tugmachasi ishlatiladi. Ma'lumotlarni jadval kataklariga kiritish. Elektron jadvalning kataklari turli xil axborotlar, konstantalar va formulalarni o'z ichiga olishi mumkin. Ma'lumotlar kiritilayotganda Excel ularning tiplarini avtomatik ravishda bilib oladi. Ma'lumotlarni kiritish faol katakda yoki formula qatorida boshqariladi. Konstantalar 3 ta asosiy toifaga: raqamli ifodalar, matnli ifodalar hamda sana va vaqt ifodalariga bo'linadi. Raqamli va matnli ifodalarni kiritish. Mana bu nima bo'yicha, ko'rsatma bo'yicha bular demak 0 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar va maxsus belgilar qo'shish, ayirish, qauslar, foiz, undan keyin dollar belgisi, undan keyin bo'lishdan iborat bo'ladi. Eksponensial o'zgarmas qiymat bu demak 1Y6 ifodasi 1 million sonini bildiradi. Qarshiga kiritilgan raqamli ifodalarni Excel manfiy sonlar sifatida taqdim qiladi. Masalan, 100 teng -100 kiritishda belgilarni o'rlik belgilar sifatida ishlatish mumkin. Bundan tashqari, razryadlar qurilmalarining bo'luvchisi sifatida bo'sh joyni kiritishga yo'l qo'yiladi. Masalan, 1.936.830 kabi. Agar sonlarni kiritish
dollar belgisidan boshlansa, Excel katakka pul bichimini qo'llaydi. Masalan, dollar 123.456 ta kiritilayotganda, Excel katakda dollar 123.456 ni formula qatorida esa 123.456 ni chiqaradi. Agar sonni kiritishda foiz belgisi bilan tugallansa, Excel katakka foiz bichimini qo'llaydi. Agar ifodani kiritish vaqtida bo'lish belgisi ishlatilsa, unda Excel kiritilgan ifodani kasr belgisi sifatida talqin qiladi. Masalan, agar 115 bo'lingan 8 kiritilsa, unda Excel formula qatoridagi 11.625 va katakka 115 bo'lingan 8 ni chiqaradi. Formulani kiritish. Agar formula bo'lganida edi, elektron jadvallarni matn muharrirlari yordamida tuzish mumkin bo'ladi. Formula bu arifmetik ifoda bo'lib, unda raqamlar, kataklarning adreslari, funksiyalar, arifmetik amallarning belgilari, qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallari ishlatiladi. Formula har doim teng belgisidan boshlanadi. Bu belgini dastur ko'rganda katakda avtomatik hisoblashni boshlaydi. Nisbiy, mutloq va aralash ishoralar ishlatiladi. Hisoblashlar ishlatiladi. Bundan tashqari turli xil hisoblashlar ishlatiladi. Mana bu yerda mana rasmda ana shunday hisoblashlarga misollar keltirib qo'yilgan. Ma'ruzani amaliy mashg'ulotda va laboratoriya mashg'ulotlarida, nazariy qismini amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida mustahkamlagan holda Microsoft Excel elektron jadvallari bilan ishlash uchun amaliy mashg'ulot darslarimiz bor. Bu darslarda sizlar bilan biz yuqoridagi nazariy jihatdan o'rganilgan mavzuni amaliy jihatdan ko'rib chiqamiz. Keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Demak, nazorat uchun savollar berilgan. 5 ta savol, elektron pochta adresim mana berilgan, Telegram nomerim berilgan. Mana shularga bevosita elektron tarzda murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.